Assalomu alaykum. Bolalar, bugun biza to'siqli olamda 3 kun yashadim. Men shu 3 kun ichida nechta zadaniya bajarsam, shundan 15 barobar ko'p like yig'ib qo'yinglar, keyingi video chiqadi. Taftinjon. Bugun biza shuna Captive kartada, ya'ni nima kartasida to'siqli olamda biz mumkin yashab qolamiz. Shunda maksimal eng ko'p zadaniya bajarishga harakat qilamiz. Bo'lsa ketdi. Voy ana. Sanna bor ekan. Sanna bor ekan. O'tsa bo'lar ekan. What? Xatolik bo'lyapti shu. Mana. Menimcha bunday bo'lishi mumkin bo'lsa agar biz chiqmaslikka harakat qilamiz, lekin chiqmaymiz. Darrov chopishga harakat qilamiz. Ana endi bo'lyapti. Qaytib bo'lyapti ekan. Darrov chopsa kattalashdi, ha. Yarim bir blokdan kattalashar ekan. Demak. Kuchayib olaylik endi. Mana ancha darrov borlik momentda bor ekan. Nonlar olaylik. Non qat kiraveradi. Pastida nima qilishni aytib turar ekan. Crafting table. Inglizchani yaxshi tushunmayman. Crafting table bo'lamiz. Crafting table yasatyapti ekan. Mana kattalashar ekan. Endi versak qo'yamiz. Mening miyam cho'chak. Kallam to'rtburchak. Bola qanday sig'yapti shuni aytinglar. Bolalar obuna bosib qo'yasizlar. Sizdan bitta obuna ketadi xolos. Endi nima ekan bu? Yana kattalashdi. Nechta zadaniya boshlaganimizni ko'rsa bo'larmikan? Ko'rsa bo'lmaykan. Shunga bo'laveradi. Mayli, 3 ta bajardik hozircha. Endi voy bilinjik. Voy vashim o'ynashmayapman. Anchadan beri Minecraft o'ynamaganimga ancha esimdan ketibdi bolalar. Kuchayishga harakat qilamiz. Shunday Captive zona, ya'ni Captive to'siqli olamda 10 kun yashash. Endi tapol kirkalar yasab olamiz toshdan. Toshli aslahalarga to'lamiz. Endi kirka yana bitta zadaniya bajarildi, demak. Qo'yib to'g'ri, charchabman ham. Minecraft ham o'ynamaganimga ancha vaqtda. Cho'pak yasash esdan chiqib qolibdi. Ana endi yasaldi. Sindiramizda to'xtab turinglar. Bo'ldi bu yerda
Yesang stone sword. Qilich yasa deyapti. Qilich yasab olamiz unda. Flash, rotten flash nima degani endi? Rotten flash. Yershmoq. Menga juda yaxshi bilmayman. Menga daraxt shu bo'laveramiz. Daraxt ko'pga yaxshi. Nasib bo'laveramiz. Chop olamiz. Qandaydir yo'l bilan nima yasash ko'rsatish mumkindir. Qandaysiga bilaman endi. Men videoni oxirigacha tepaliklargacha u savdogar jidil turgan joygacha bormang. Jigarimiz orekir. Yo buyragimizmi? Yo farqi yo'q. Yangi kanal ochdi. Obuna va hamma videosiga like ham bosib qo'yinglar. Yo videoga qaytamiz. Bormoqchiman. Obuna va like bosib qo'yinglar. Sizdan nima ketdi? Mendan nima ketdi? To'g'rimi bolalar? Bu yerda chirigan go'shtni oling bitta. Qayerdadir chirigan go'sht bo'lishi kerak. Ya'ni chirigan go'sht. Chirib olish kerak. Chirigan go'sht. Buni ko'rish kerak. Steykda bu. Chirigan go'sht. Hop. Chirigan go'sht bitdimi? Qayerda bo'lishi mumkin? Yo'q qoldi. Mabolani o'qib ketdim. Nima bo'lyapti? Ey. O'qib ketdim. Nima bo'ladi bu? Nimadirda varbatning edi. Bu beparasat balki qo'y. Ular ketib qoldi. Moblarga yursa bo'lar ekan. O'zimcha men 2 kun yashadim. Sizlarga ko'rsatmasdan zo'rg'a topdim. Endi eson chiqmoqda yoqishdi.